Assalamu alaykum hörmətli televizor görgücülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasətçi İftixar Abdurashid. Mən riyasətçi Zümrətay Erkin. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Tönügün, yani 16 iyun yekşembe günü chet ellarda yaşayotgan Uyghur qarindoshlarimiz dünya musulmonlari bilan birlikda ulug' Qurban hayitini kutib olishdi. Köplеген ellardagi Uyghur qarindoshlarimiz hayit namozni birga o'qib, o'zlari turishliq davlatlarda vafot bo'lgan qarindoshlarimizni tuproq boshlarini ziyorat qilishdi. Hayit namozida vatan ichidagi aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt saodat tilashdi. Sharq Turkiston xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo qilishdi. Shundaqla Xitoyning turmalarida va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilashdi. Germaniyaning markaz organ joylashgan Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Myunxendagi Uyg'ur masjidiga jam bo'lib, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi, Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining imomi, diniy ulamo Turg'unjon Alovuddin hojimning imomligida hayit namozni birga o'qidi. Qurban hayit munosabati bilan bugun Dunyo Uyghur Qurultayı maxsus tabriknoma e'lon qilib, butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Qurban hayitini qutlaqlash bilan birga, muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoyga qarshi milliy birlik safini yana mustahkamlab, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Dunyo Uyghur Qurultayıning Qurban hayiti tabrikida aynan mundaq deyilgan: Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Biz Dunyo Uyghur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan butun dunyo musulmonlarining, jumladan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Qurban hayitini tabriklash bilan birga, aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik va baxt saodat tilaymiz. Hammamizning hayiti muborak bo'lsin. Aziz qarindoshlar, har qatam butun dunyo musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mana shunday xosiyatli kunlar yetib kelganda, haqiqiy bir üst uçuq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz, Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ishkiri o'lkalarida qul o'rinda majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz, yana shundaqla vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yaronlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning tajovuziga uchragandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunimi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qon yig'lash va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratdagi qarindoshlarimizmi vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaronlari va suyimlik xalqining dardi firoqida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek hayit bayramlarini kutib olishga majbur bo'lib keldi. Aziz qarindoshlar, qisqasi bugun biz Sharq Turkistonliklar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashist qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shodlik to'kpilarini qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga taqat qilib turolmagan xalqaro jamoatchilik Mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana shunday xalqliq bir paytda barliq Sharq Turkiston xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, Sharq Turkiston da'vosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Mana bu muborak kunni xuddi Allohning buyrug'idek birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi kuniga aylantiraylik. Bu muborak kunda Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik va xalqimizga hurlik tilaylik. Oxirida aziz qarindoshlarimizning muborak Qurban hayitini qayta tabriklaymiz va sizlarga salomatlik va baxt tilaymiz. Dunyo Uyghur Qurultayı 15 iyun kuni Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati tarixida o'chmas iz qoldirgan 1988 yildagi 15 iyun o'quvchilar harakatining 36 yillik munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan kamsitish, besim va adolatsizlik siyosatining 36 yil burunmi mavjud ekanligini, bugungi kunga kelganda Xitoyning bu siyosatini irqiy qirg'inchilik aylantirganligini ta'kidlash bilan birga, ayni chog'dagi milliy harakatga boshlamchilik qilgan va qatnashgan fidokorlarga cheksiz hurmatini bildirganligini ifoda qildi. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston universitetida navbatdagi Dunyo Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa va Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni marhum Varisjon Abobekirlarning tashabbusi va boshlamchiligi bilan 1987 yili qurilgan Pan madaniyat uyushmasining tashkillanishi natijasida
Үрімчідегі мыңлыған университет оқучылары 1988 yılı 6 ayının 15 günü Xitay müstəbid hakimiyyətinin milli zulümlərə qarşı koçularga chiqib, keng ko'lamlik namoyish ilib bargan edi. Bu qatimqi namoyish 1985 yılı 12 dekabr ilib berilgan o'quvchilar namoyishidan keyingi yana bir qatimliq zo'r ko'lamlik harakat bo'lib, ayni vaqtda Xitay hakimiyyətini ko'p aloqazod qilgan va Sharq Turkiston xalqining milliy uyg'unish harakatiga turtki bo'lgan. Natijada mazkur harakatni qo'zg'agan Pad madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Varisjon Ababekir qatorliq yetakchilar oliy maktabdan qo'g'langan, ko'plagan o'quvchilar jazolangan edi. Mazkur harakatni qo'zg'agan ayni vaqtdagi studentlar Pad madaniyat uyushmasining raisi Dolqin Aysa apandi 2017 yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayining raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Dolqin Aysa apandim 36 yil burun yuz bergan milliy kamsitishga qarshi turish harakati to'g'risida stansimizga ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu 1985 yili 12 ayning 12 kuni yuz bergan o'quvchilar harakatidan keyingi eng cho'ng voqea hisoblanadi. Ko'zni yumib ochqicha 36 yil bo'libdi. Ayni zaman bilan hozirgini silishtirsak, bu zulm, bu kamsitish, bu nahaqchilik Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan bu besimi buningdan 36 yil ilgirimo mavjud edi. Bugungidan farqi nima desangiz, biz o zamanda o'quvchilar haq va huquqimizni talab qilib ko'chalarga chiqib namoyish qilib, Xitoy hukumatini ustalga ilib kelgan edik. Namoyish tushdan keyin soat 2 da boshlangan edi. Namoyishdan burun biz atalmış abnumrayliq hukumat rahbarlari bilan yumaloq ustalda o'ltirib, ularga milliy kamsitish, adolatsizlik, siyosiy va ijtimoiy masalalar to'g'risidagi talablarimizni yetkazgan edik. Lekin bugun bu zulm irqiy qirg'inchilik aylandi. Bugun ayni vaqtdagidek ko'chalarga chiqib namoyish qilish orqali haq talab qilishni xiyol qilg'ilim bo'lmaydi. Dolqin Aysa apandi o'quvchilar harakatiga qatnashgan sabtashlar haqida ma'lumot berib, ba'zilarining hozir chet elda da'voning oldingi sepida xizmat qilayotganligini, ba'zilarining turmada ekanligini, Varisjon Ababekirning bo'lsa 2019 yili 11 oyda Xitoyning jazo lageridan qo'yib berilib, shu yili 24 noyabr kuni noma'lum kasallik sababidan Urumchida qazo qilganligi, hayotdagilarga salomatlik, olamdan o'tganlarning yotgan joyining jannati bo'lishini tilaydiganligini bayon qildi. Atalmış Şinjan Universitetining 1988 yili 9 oyning 26 kuni chiqargan 148 nomerli qarorida Dolqin Aysaning bu qitimqi namoyishni tashkillash jarayoni tafsili tonishtirilgan va Atalmış Şinjan Universitetining 15 iyun voqeasini aniqlash guruhining Dolqin Aysaning o'qish tavalligini bekor qilish talabiga binoan uni maktabdan haydab chiqarganligi bayon qilingan. 15 iyun namoyishini 1987 yili ushbu universitetning o'quvchilari qurgan studentlar Pad madaniyat uyushmasi tashkillagan bo'lib, namoyishdan keyin uyushmaning raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Varis Ababekir qatorliq yetakchilar universitetdan qo'g'langan. 1985 yili va 1988 yili Urumchida o'tkazilgan ikki qatimliq o'quvchilar namoyishining qatnashchisi ham shohidi bo'lgan Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimmi bu haqda fikr bayon qilib, shu zamondagi o'quvchilar harakatiga qatnashgan yoshlarning hozirmi muhojiratga milliy harakat sepida muhim rol o'ynayotganligini ta'kidladi. Shundaqla bu xotirlash faoliyatining muhojiratga yosh avlodlarga Uyg'urlarning kurash tarixidan dars berish nuqtasidan zo'r qimmatga ega ekanligini eskartdi. 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi tayyorlik komiteti 6 iyun kuni maxsus bayonot e'lon qilib, bu yil 10 oyning oxirgi haftasi chaqirilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik umum vakillar qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uchilari qo'yilgan konkret talab va shartlarni jakarladi. Dunyo Uyg'ur qurultayi 8 navbatlik umum vakillar qurultayining vakil nomzodlari haqidagi bayonotining to'liq teksti tovandikicha. Dunyo Uyg'ur qurultayining 8 navbatlik umum vakillar qurultayini 2024 yili 10 oyning oxirgi haftasi o'tkazishni qaror qilib, qurultay tayyorlik komiteti qurib chiqilib, har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 dan ortiq kishidan tarkib topgan qurultay tayyorlik komiteti 6 xizmat komissiyoniga bo'linib, o'zining xizmatlarini rasmiy yo'sinda boshladi. Bu qatimqi qurultayda 7 navbatlik qurultayda yo'l qo'ygan islohotlarni taxim cho'nqirlashtirib, yuksak darajada demokratiyani joriy qildirib, 157 nafar qurultay vakillari xalqimizning oliy manfaati va milliy irodasiga haqiqiy vakillik qiladigan fidokor, qobiliyatli insonlar ichidan har qaysi davlatlardagi keng xalq ommasining ovoz berish orqali saylab chiqiladi. Bu qarorning ijro qilinishi uchun har qaysi davlatlarda maxsus 8 navbatlik umumiy vakillar qurultayiga vakil saylash komitetlari ta'sis qilindi. Vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmatlari 6 oyning 10 kuni rasmiy boshlanadi va qurultayiga vakil saylash xizmatlari 7 oyning 31 kuni tamomlanib bo'ladi. Uyg'urlar ko'p o'ltiroqlashgan davlatlarda 7 oyning 27 va 28 kunlari bir tutash holda vakillar saylami o'tkaziladi. 8 navbatlik umumiy vakillar qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uchilarga
Tövəndəki şərtlərini hazırlagan hər qandaq bir Uyğur və Şərq Türkistonluq qarindaş millətlər Qurultay vəkil namzatlıqıga özünü ko'rsatish huquqiga ega bo'lib, har qaysi ellardagi vakil saylash komitetlari bu belgilamaning butun moddalariga mutlaq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqishi lozim. Qurultay vakillari har qaysi davlatlarda faoliyat olib berayotgan qurultay tarkibidagi tashkilotlar va qurultayni himoya qilayotgan Uyg'ur jamoatlar tomonidan demokratik usulda saylab chiqilishi. Ikkinchi, har qaysi davlatlarda saylab chiqiladigan vakillarning eng az 3dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib topgan bo'lishi. Uchinchi, vakil nomzodi jazman 18 yoshni to'ldirgan bo'lishi. 4. Uyg'urchasi ravon bo'lish bilan birga eng az bir chet el tilini bilgan bo'lishi. 5. Vatan, millat sevgisi kuchlik, milliy da'vo sepimizda minnatsiz fidokorlik ko'rsatish ro'yiga ega bo'lishi. Dunyo Uyg'ur qurultayini himoya qiladigan, qo'llaydigan kishi bo'lishi. Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning rahbarlarining obraziga ziyon yetkazadigan so'z harakatlarda bo'lmagan va buningdan keyinmi Dunyo Uyg'ur qurultayi manfaatini bajonidillik bilan qo'g'daydigan, topshirgan vazifalarni aktivlik bilan o'rinlaydigan bo'lishi. 6. O'z turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarida xizmat qilgan bo'lishi yoki ma'lum sabablar tufaylidan tashkilotlarda vazifa olmagan bo'lsa-mu, o'z oldiga milliy da'voyimiz uchun xizmat qilayotgan bo'lishi. 7. O'zi va chet eldagi oila a'zolari Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoyga bog'lanishli bo'lgan siyosiy, ijtimoiy, madaniy va tijoriy o'rinlar bilan har qanday shakldagi aloqada bo'lmagan bo'lishi. 8. Cho'qim kuchlik mas'uliyatchanlik, javobgarlik tuyg'usi bo'lishi. Iltimos qilgan vazifaga saylangan yoki tayinlangan taqdirda vazifa olgan muddat ichida o'zi mas'ul soha haqida tafsiliy plan program tuzib chiqa oladigan va uni jonliq shaklda ijro qila oladigan iqtidorga ega bo'lishi lozim. 9. Qurultay ichilg'ichi bo'lgan muddatdan eng az 3 yil ilgirgicha va Dunyo Uyg'ur qurultayining vakili bo'lib xizmat qilgan muddat ichida, shundaqla vakillik muddati oxirlashgandan keyingi 1 yil ichida ona vatanga, Xitoy va Xitoy mustamlikasi ostidagi rayonlarga bormagan va bormaydigan bo'lishi. 10. Siyosatdan belgilik ong va tajribaga ega bo'lishi. Xalqaro siyosat, Xitoy va Sharq Turkiston vaziyati haqida belgilik tushuncha va ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi. 11. Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan yo'l qo'yilgan Uyg'urlik bedelini izchil turda to'lab kelgan bo'lishi. O'rinliq sabab tufaylidan hozirgacha Uyg'urlik bedelini to'lamaganlar nomzodlik iltimos qilishdan burun o'tgan 30 oylik bedel pulini to'lishi, agar bir qismini to'lab, bir qismini to'lamaganlar kam qolgan qismini to'laytish shart. 12. 7. navbatlik qurultay vakillaridan 8. navbatlik qurultay vakil nomzodligiga qayta iltimos qiluvchilar 3 yillik vakillik jarayonidagi vakillik bedelini izchil va to'liq topshirgan bo'lishi. 13. 7. navbatlik qurultay vakillaridan 8. navbatlik qurultay vakil nomzodligiga qayta iltimos qiluvchilar 3 yillik vakillik jarayonida o'zlari tava bo'lgan komitetda aktiv rol o'ynagan bo'lishi. Komitet yig'inlariga va vakillarning tor yig'inlariga to'liq qatnashgan bo'lishi. 14. Vakil nomzodi cho'qim 8. navbatlik qurultayga bevosita qatnasha oladigan bo'lishi. Agar kasallik, viza ololmaslik va boshqa favqulodda sabablardan umum qurultayga bevosita kelib qatnasha olmagan vakillarimizga tayyorlik komiteti va Dunyo Uyg'ur qurultayi raisligining qarori asosida ayrim muomala qilindi. 15. Yuqoridagi shartlarni hozirlagan shaxslarning o'zini 6 oyning 30 kunidan burun vakil nomzodligiga ko'rsatib olishi. 6 oyning 30 kuni Germaniya vaqti soat 23:50 dan keyin qolgan iltimoslar qabul qilinmaydi. 16. Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan tayyorlangan vakillik iltimos qilish jadvalini to'ldirib, o'z turishliq davlatdagi saylam komitetiga belgilangan muddat ichida topshirishi. Bu jadval tor orqali elektronik shaklda yoki qog'oz yuzda yozma shaklda to'ldirildi. Bu jadval har qaysi davlatlardagi saylam komiteti tarafidan ta'minlandi. Biz har qaysi davlatlardagi tashkilotlar, vatanparvarlar, jumladan barcha vatandoshlarimizni 8. navbatlik umum vakillar qurultayi uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlik kelishga, buning uchun har qaysi joylarda elib beriladigan qurultay vakillik saylamidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylamigacha, qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategik qarorlarni elishqichi bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'shishga, bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu-istaklari va talablariga javob bera oladigan xalqaro saviyadagi g'alabalik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hissalarini qo'shishga chaqiramiz. Mazkur bayonotning e'lon qilinganligi munosabati bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqash apandim qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan yuqorgi shartlar haqidagi belgilamaning qurultay ijroiya komiteti bilan qurultay raisligi tarafidan tuzib chiqib ma'qullanganligini
8-ci navbatlik qurultayımızning vakilligiga nomzod bo'lg'uchilarning cho'qim bu shartlarni to'liq o'rinlagan bo'lishi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farhat Yo'rinqash apandim bu navbatlik vakil saylimida butun nomzodlarga muvaffaqiyat tilaydiganligini ifoda qilish bilan birga, har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash komitetlaridan saylamning odil ham demokratik shaklda o'tkazilishiga kafolat qilishini talab qilish bilan birga, saylovchilarning bilet tashlaganda yoshlarimizni va xonim-qizlarimizni nazardan saqit qilib o'tmasligi lozimligini alayda ta'kidlab o'tdi. Farhat Yo'rinqash apandim so'zda yana qurultay vakillarining safligiga va qurultayning bexatarligiga kafolat qilish uchun bu navbatlik qurultay vakillarining umumiy sonining avvalgi navbatlik qurultaydagi 207 nafardan qisqartirilib 157 nafarga tushirilganligini, kandidat vakillik tuzumining amaldan qoldirilganligini, orqa ko'rinish aniq bo'lmagan gumonliq insonlarning va maydonsiz, xaraktersiz insonlarning vakillar orasiga siqilib kirilishining oldini olish uchun bu qatim vakil nomzodlarini tekshirib bekitish xizmatiga alohida ahamiyat berilganligini, vakillik iltimos qilgan nomzodlarning avval shu davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan vakil saylash komitetlarining dastlabki tekshirishidan o'tkazilganligini, ikkinchi bosqichda bo'lsa, qurultay tayyorlik komiteti taftish komissionining qayta tekshirishidan o'tkazilganligini, oxirgi bosqichda bo'lsa, qurultay ijroiya komiteti va qurultay raisligining tekshirishidan o'tkazilib muqimlashtirilganligini eskartib o'tdi. 8-ci navbat qurultayning rasmiy saylab chiqilgan vakillarining millat vakili yoki parlament a'zosi tusini olgan alayda salohiyatga ega bo'lganligini va ularning o'zlari turishliq davlatlarda dunyo Uyg'ur qurultayiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega ekanligini eslatib o'tgan Farhat Yo'rinqash apandim, vakillik saylami oxirlashgan hamon vakillarning alaydaliklariga qarab, ularning qurultay qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolik taqsim qilinganligini, 8-ci navbat qurultayda vakillarga maxsus alayda ishlangan vakillik kimlik tarqitib berilganligini, qurultayning raisi va boshqa rahbarlarining qurultay vakillari ichidan saylab chiqilganligini ifoda qildi. Hurmatli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kundalik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyingi qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'linglar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayri xo'sh. Thank you.